Nima? Yarim kechasi kim keldi ekan? Max, agar sen bo'lsang, nima? Kitob? Tushunmadim. Hammaga salomlar, men ismim Slider va yangi videoga xush kelibsizlar. Kech tushib yotibdi, qishloqda hamma uxlayapti. Nima? Ana yerda chiroq yonib turibdi, mana bu yerda ham, lekin kim menga tashlab ketdi ekan? Mana bu ahmoqona kitobni tekstda bu yerda yozuv. Tak, men nima? Do'stlar, men hozir uxlamayapmanmi? Bu yerda tak, stop. Yo'q do'stlar, uxlamayapman. Bu yerda o'ldiraman deb yozilgan. Tushunursin. Buni menga kim yozgan bo'lishi mumkin? Men sizni sevaman, rozi bo'lmasangiz o'ldiraman. Kimni o'ldiradi, o'zimmi yoki menimi? Men albatta bu yerga kelganimda bilardim taniqli odamga aylanishimni, chunki axir bu albatta blogerlar qishlog'i, lekin menga mana bunaqangi xatlar yozishlarini bilmaganim aytgancha do'stlar, hammaga rahmat. 1000 ta obunachi uchun umid qilamanki tez orada biz 5000 taga ham yetib olamiz vakillar. Hozir qo'ng'iroq qilaman politsiyaga. Tak. Allo, politsiya ishladi. Assalomu alaykum. Men 13-qishloqdaman. Ismim Slider. Menga yordam kerak edi. Kimdir menga xullas dahshatli xat yozib ketdi, o'ldiraman deb. Nima? Xat uchun? Ha. Oddiygina xat uchun bora olmaymiz-da. Agar biror nima qilsa, uyingizga tashlandimi birortasi? Yo'q. Shunchaki xatmi? Ha. Unda biz hech narsa qila olmaymiz-da. Jinoyat yo'q, ish ham yo'q. Tushunursin. Do'stlar, axir politsiyani tushunsa bo'ladi. Men yarim kechasi qo'ng'iroq qilib qanaqadir xat haqida gapiryapman. Ularning mendan ko'ra muhimroq ishlari bor. Bo'ldi, qulfni yopib qo'yamiz va jimgina ketni qisib yotganimiz ma'qul. Va ertalab bo'lsinchi bir gap bo'lar yoki kimdir shunchaki prank qilgandir. Bo'ldi, yetadi soatim 9 bo'libdi-ku. Jenursin, tezroq ishga chiqmasam bo'lmaydi. Xayrli tong do'stlar. Xullas, kecha bilasizlarmi nima bo'ldi? Kimdir aytgancha axir videoga oldim-ku. Xullas, menga kimdir dahshatli xat tashlab ketdi. Shuning uchun ham men qo'rqib qoldim. Sizlar, tak, stop. Tak. Bu yana kim? Ha, mayli, shu yerdagi odamlardan, o'yinchilardan birortasi bo'lsa kerak. Uzoqdan yaxshi ko'rmay qoldim, lekin ko'p kiyimli yigitga o'xshadi. Umid qilamanki meni kuzatgani yo'q. Ha, mayli, davay kelinglar, mana bularni hozir ekishni boshlaymiz. Kartoshkalarni sizlarga aytsam, menga kartoshka umuman yoqmaydi. Bilmadim qanday odamlar yeyishadi kartoshkani. Men hech narsaga kartoshka aralashtirmasdan yeyishni yoqtiraman. Har doim biror nima olsam kartoshkasidan olaman. Har doim, chunki menga kartoshka do'stlar, tasavvur qilsam, eslasam ta'mini ichim og'rib ketyapti. Ko'rdinglarmi? Hozir mana bu yerda ham kimdir qarab o'tirganda. Ishonmasanglar do'stlar, videoni orqaga aylantirib ko'ringlar yoki o'zi ko'zimga ko'rinyaptimikin? Chunki kechasi yaxshi uxlay olmadim, sizlarga aytsam. Uyning atrofida kimdir yurgandek. Mana ko'rdinglarmi? Ana shu yerdan o'tib ketdi hozir. Rosta kamiga meni kuzatayotganga o'xshaydi kim bo'lsa ham. Max, Salom, Slider. Salom. Bu yerda hech kimni ko'rmadingmi? Ko'k kiyimli. Yo'q. Tak. Do'stlar, yo'q. Qiz bola ekan rostdan. Ey, Max, ha? Xullas, meni kimdir kuzatib yuribdi. Kecha menga dahshatli xat yozib ketishdi. Uyimni tagida tunda kimdir eshikni taqillatdi, chiqib qarasam, u yerda xullas o'ldiraman deb yozilgan. Seni Ha. Chata ishonmayapman-da. Istasang xatni olib kelib ko'rsatishim mumkin. Yo'q, ha. Aytding, xatni ha. Ishonmayman baribir. Men senga aytaman-ku, olib kelib ko'rsataman deb. Bo'ldi, kel 50 mingga garovlashamiz. 50 mingga bo'ldi. Hozir senga olib kelib ko'rsataman. Ko'rasan hammasini. Jenursin. Axir Max men do'stim bo'lsa, shu yerda har doim turadi. Gaplashib turamiz. Uyini bilaman qayerdaligini. Bu esa menga ishonmayapti. Balki video. Tak, ana xolos. Hoy. Hey, kimsan? Jenursin. Yana qochib ketdi. Qayoqqa? O'rmon tarafga albatta-da. Mayli, hozir kiramizda uydan olib chiqamiz xatni. Max ko'rib bilib qolsin, qo'ysin. Tak, stop. Qayerga qo'ygandim? Shu polkada edi menimcha, shkafni ichiga solganman. Yo'q. Tushunursin, qani? Xat qani? Pastdan ko'rishimiz kerak do'stlar, pastdan ko'rishimiz kerak. Xo'sh va yo'q, bu yerda ham yo'q. Tushunursin. Axir anavi bu yerda yurgan edi. Uyimga kirganmikin? Uyimga kirgan va o'g'irlab olgan bo'lishi mumkin xatni. Endi nima qilaman Maxga? 50 ming yutqazdimmi? Tushunursin. Yo'q, albatta pulni berishga tayyorman, shunchaki u endi menga ishonmaydi. Yo'q, biror nima o'ylab topishimiz kerak. Qanday qilsam bo'lar ekan? Mayli, Maxni o'zidan hozir boraman-da. So'rab ko'raman qani. Nima maslahat berar ekan Max? Ha? Xullas, xatni topa olmadim. O'g'irlab ketdi shekilli. O'sha yerda ko'rdim o'zini. Kimni ko'rding? U xatni yozgan bo'lsa kerak-da. Yo'q, chata ishonmayman senga. Ishonmaysan? Stop, men axir kecha videoga olgandim. Buni qara hammasini.
Ishonmagandim, rost ekan. Men senga aytyapman-ku, ha mayli pul beraman. Yo'q, menga puling kerak emas. Sen shunchaki bugun men uyimda qola olasanmi? Sen uyingda? Ha, o'zim qo'rqyapman undan. Bilmadim, o'ylab ko'r. Ha mayli qolsam qolibman-da. Katta rahmat, jitel. Keyinroq narsalarni olib boraman. Aha, men esa hozir merga mana bu kartoshkalarni topshiray chiqaman. Davay, oylik olasan bugun. Ha, hozir janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kel, sizlar nima bo'ldi? Xullas, menga kartoshkalarni pulini bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'pti, shular buncha yuzingga nima qildi? Напряжённыйsan bugun. Bu tak. Nima bo'lyapti? Kim bilan gaplashyapti? Tushunmadim. Rostdan qiz bola ekan, jin ursin. Demak, shu yozgan xatni kim yozgan? Yo janob mer, bu xullas jin ursin. Yo. Meni ko'rmasin, o'tib ketsin. O'tib ketgandir ha. Hoy, nima deding? Kimga? Ana unga. Aytdimki, sen o'ylangansan deb. Yo'q, jitel. Bekor qilding. Nimaga u yerga tashlading meni agarodimga? Tushunirsin, kechir jitel, xullas quloq sol. Oppa, bu yerda Jiguli bor ekan. Ishing bo'lmasin, bu yoqqa qara, xatni gapir. Xullas qara. Ana u qiz yozgandiki, o'ldiraman deb. Nima deb? Agar meni sevmasang, seni o'ldiraman deganda, xullas jitel endi nima qilishni bilmayapman. Bekor qilding. Ha, men juda ham qo'pol haydab yubordim. Tushunirsin. Bo'ldi, ana endi aniq meni uyimga ko'chib o'tishingga to'g'ri keladi. Sen ham xavf ostidasan. To'g'ri aytasan. Endi nima qilamiz? Bilmadim, birgalikda o'ylab topamiz biror nima. Xo'p, mayli, hozir boraman narsalarni olib. Davay, faqat tezroq bo'l, xo'pmi? Ha, seni yana kuzatib o'sha yerda tursa-chi, biror nima qilarman-da. Qo'limda izumrudlar bor, xullas ana o'sha tarafdan uying. Ha, balki senikiga ko'chib borarman. Yo'q, baribir ham sig'maymiz-da. Ha, to'g'ri aytasan. Meni uyim esa 2 qavatli. Mayli, unda tezroq kelgan narsalaringni yig'ishtirib, men seni o'sha yerda kutib olaman. Bo'pti. Do'stlar, tasavvur qila olmagandim. Bugungi video mana shunaqangi darajada horrorga aylanib ketishini tasavvur qilyapsizlarmi? Meni kimdir shunchaki kuzatib yuribdi. Bezbetlarcha. Ha, uyimni ham ichiga naqli kirib chiqishinichi. Mayli, davay kellar, hozir mana bularni olamiz va tak bo'ldi. Yaxshi, kalt shu yerda ekan. Okey, hech bo'lmasa kaltni o'g'irlamabdi. Bu ham yaxshi bo'ldi. Endi jitilni kutish qoldi. Xolos, endi nima qilish mumkin? Biror nima qilib uyimizni xavfsizroq qilishimiz kerak. Jitil, ha, och eshikni. Ochiq ekan-ku. Hada. Men bo'lmasam ana u ham kirishi mumkin edi, seni kuzatib yurgan qiz. Shuda, nima qilamiz endi? Bilmasam, sen birinchi hozir shoshmay turgin, narsalarni qo'yaman bu yerga, kravatni qo'yaman, kravatni, ha, eshik ochiq turaversin, shamollab turamiz. Aha. Bo'ldi, endi esa sen ana u jitilni taniysanmi? Qaysi jitilni? Tepalikdagi ko'zinsadagini. Ha, temirchimi? Ha, shuni yoniga borda rishotkalar olib kel. Rishotkalar? Ha, o'yinlarni yopib tashlaymiz. Shunda kira olmaydi. Umuman eshikni ham bo'ldi, tushundim. Hozir tak, hozir boramizda do'stlar, olib kelamiz. Yaxshiyamki pulim bor va men bemalol o'shalarni qo'yishim mumkin bo'ladi, ya'ni rishotkalarni uyga, derazalarga va hech kim umid qilamanki, tushunirsin, bu ham nima bo'ldi? Ha, bosib olibman, mayli, hech kim ko'rmadi. Hozir do'stlar, bizni ishimiz boshqa. Biz borishimiz kerakda, mana bu yerdan rishotkalarni olishimiz kerak. Jitel, shurdamisan? Jitel. Tushunarsan, jitel. Ochiq ekan. Bo'ldi, chiqyapman. Keyin yotgan edim. Nima deysan? Menga temir rishotkalar kerak, ikkitaligidan hozir pulni beraman. Aha. Tak, inventarimdamidi, sandiqdamni hozir qidiraychi. Davay, bo'la qolib. Menga juda ham shoshilinch. Nima qilmoqchisan o'zi? Uyim derazalarini yopib tashlayman. Nimaga? Xullas, meni kimdir kuzatib yuribdi. Kimdir? Ha, meni o'ldirmoqchi bo'lishi ham mumkin. Hop, hozir topam. Bo'ldi, davay. Xo'sh, faqat sen ehtiyot bo'lganda, yana bizda o'yinchilar o'lishi kerak emas. Mayli, harakat qilaman. Bo'pti, kelib tur. Aha. Pulni keyin berasan. Aha, rahmat. Jitel lekin juda ham qo'llab yubordi. Hozir pullarimni berishimga to'g'ri keladimi desam, bu 64 ta berib keyinroq berasan deyapti-ku. Ha, mayli, boramizda hozir rishotkalarni o'rnatamiz, albatta kerakligicha ortishi. Va, mana bu yerda ham rishotkalar bor ekan, balki shu yerga ko'chib o'tsam. Hatto yo'q, chunki u bir qavatli, bir kishi uchun. Bu yerda esa ham jitel ham o'zim yashay olaman. Davay kellar, bularni hozir o'rnatishni boshlaymiz. Mana bu tarafdan va bo'ldi. Ikkitalik bo'lsa qiyinroq bo'ladi buzish. Shunga kira olmaydi. Mana bu yerga ham qo'yamiz. Tak, bo'ldi. Ajoyib. Endi esa yon tarafdan yaxshi. Endi balki tepaga ham qo'yarman yoki yo'q do'stlar, mana bunday sakrasa tepaga osilib chiqib bo'lishi mumkin. Tepaga ham qo'yishimiz kerak. Menda qani edi, jitel qani ekan, tepa qavatga ketgandir. Xo'sh, mana bu bloklarni olamizda. Hozir o'rnatishni boshlaymiz. Bu tarafda derazalar yo'q, bu yaxshi. Endi esa kellar, mana bu yoqqa qo'yamiz. 1, 2 va mana bunaqasiga. Davay, sekin chiqib olamiz va o'rnatishni boshlaymiz. Do'stlar, mana endi yuragim ozgina bo'lsa ham tinch edi. U unchalik qattiq urmayapti, bemalol. Hoy, jitel, bilasanmi? Qon, tushunirsan. Bu yerda qon. Jitel. Tak, yana daftarmi? Mayli, qani ko'raylikchi. Tak, koordinatlar. Yo'q, do'stlar, yana o'ldiraman deb do'q bo'lib qilyaptimi? Tushunirsin, bu yozuvlarni rostini aytsam ovoz chiqarib o'qishni istamayman. Tak,
Xo'sh, nima qilishimiz mumkin? Jennerson o'ylash kerak, o'sha yerga borsamkina, lekin jitelni hamma yog'i qon emas edi. Men ana axir ko'rganim ham yo'q, oldiga kirmadim ham, tepa qavatga chiqish kerak edi. Jennerson, yerda esa blokda ko'rdinglar qancha qon yotibdi. Davay kelinglar, mana bu yerni hozir tezda yopamizda va boshqa qaytib chiqmaymiz. Yopish kerak, mana bo'ldi. Ajoyib bo'ldi. Do'stlar, tinchlanamiz, yaxshi. Men uyni ichida bo'laman. Uy mana shunday bloklar bilan himoyalangan, reshotkalar qo'yilgan, istalgan odam kelib buzib keta olmaydi. Privat qo'yilgan bo'ldi. Reshotka qo'yamiz, bu yerdan esa yana qo'shimchasiga bloklarni hechdan ham kira olmaydi. Endi yana bitta reshotka, bo'tirsin reshotka va o'zim. Tak. Bo'ldi, tinchlan, slayder. Bu yerga ham qo'yamiz va bo'ldi, yopildi. Endi esa mana bu yoqqa yaxshi. Davay kelinglar endi. Nafasimizni rostlab olamizda. Kutamiz, lekin nimani kutishimiz mumkin? O'zi kelishnimi? Balki politsiyaga qo'ng'iroq qilarman. Politsiyaga nima deyman? Qonni ko'rsatamanmi? Jennersonni o'ylash kerak.